Allergiyadan bitta mana shu damlama bilan xalos bo'lsangiz bo'ladi. Judayam 70-80% gacha zo'r effekt beradi. Zodok, Elcetlarni ichishga inakda hojat qolmaydi. Yillar davomida Zodok, Elcet ichib yurganman. Lekin men bu narsa milliard marta yaxshi. Zodoklar qanday? Postoyanno ichib yurasiz, 2 kun ichmasangiz avvalgidan 10 barobar ko'zingiz, burningiz, nafas yo'llaringiz qichishib, achishib, даже yara bo'lib qonab ketadi. Men burunlar qattiqroq kovlab olganda, chunki majbur qashlaysiz, kovlaysiz, iloji yo'q, qo'l ketib qolaveradi, даже uyquda ham. Buni men qahramon dabda ko'rganman, hozir videosini qo'yib beraman. Ichib tuzaldingiz. Oddiy yantoq oyoqdagi yantoqlarni olib, qaynatib, chiroyli qilib, kuniga 5 Ustidagi qismi как раз allergiyani baqirtirib yuboradi. Tushundingizmi? Allergiyaga choy qilib ichib, terlamaysizlar yozdi kunida. Umuman suvsamaysizlar. Tushundingizmi? Yantoqda oddiy yantoqda shuni olinglar, shuni maydalab damlab ichinglar. Oy, tekin-ku. Iching, aytganda qiling, tez bo'ling.